Welcome to Help Tracker USA. Here, every episode is a journey from problem to result. We show the process, the effort, and the real work behind it. Follow the progress. Watch how solutions are created. Assalomu alaykum, hurmatli trakchilar. Bugun bizda Kaskadiya. Kaskadiyani muammosi, masalan, ko'plarda bu narsa bo'lgan, haydaganda antifrizning urovni joyida bo'lsa ham kam deb vaqt berib 120 sekund beradi, 30 sekund berib deb mashina o'chiradi. Shu uchun siz yo'lda bo'lsangiz, men sizga bitta yo'lni aytaman. Shu yo'l bilan siz ustaxonachaga yeta olasiz. 1 minut. Birinchi kapotni ochamiz. Как обычно, bo'lamiz. Данный trakda muammo antifriz уровни kam deyapti. Хотя mana qarang, antifriz уровнida turibdi. Lekin so'rovno aytayaptiki, trakni ichida ko'rsangiz, antifriz уровни kam, mashina har 30 sekundda o'chyapti. Shu uchun siz yo'lda bo'lganda nima qilishingiz kerak? Siz uchun bitta atyorka kerak. Endi biz texnikani sizga ko'rsatamiz. Mana bu sensorning ishi bachokda qancha antifriz borligini aytadigan sensor. Shu sensordan chiqsa, simmi uzilsa, bachok bilan muammo bo'lsa agar, shu ish bo'ladi. Shu uchun nima qilamiz? Mana bu yetidan ushlaysiz sensorni. Shunday burilib, pastga qarab tortasiz. Sensor joyidan chiqadi. Lekin buni uzish kerak. To'g'ri. Birinchi kusachka bilan mana bu yerdagi zip tayerni uzamiz. Uzgandan keyin bizda sharoit bo'ladi. Sensorni shunday polностью oxirigacha qarasak, shunday sensor o'zi chiqadi. Bu eng oson variant. Sensor chiqqanidan keyin mana bu yerda yaxshi qaraymiz. Mana bu zasholkani bu tarafidan qarab shunday bosish kerak. Al qattiq bo'ladi, bosasiz. Bosgandan keyin betni bosamiz, shunday tortsak ochiladi. Bu bir bor ko'rsataman. Qo'ygandan keyin mana bu zasholkasi bunday turadi. Betni bunday qilganda chiqadi. Shu uchun bu zasholkani bosamiz. Qizildi. Dan keyin shunday chiqadi. Sensorni biron joyga временно qo'yamiz. Bo'ldi. Sensorni o'zimiz bilan olib kirib qo'ysak ham bo'ladi. Yo'q bo'lganda taqdirda shunday shuni joyiga shunday qo'yib обратно qo'yamiz. Manziligizga yetgancha bu bizga yordam qiladi. Bundan tashqari bu sensorni o'zi 1-2 kun yursangiz ham, 10 kun yursangiz ham bo'ladi, lekin xabardor bo'lish kerak, ko'rish kerak. Har bir bor to'xtatib mashinani, masalan, zapravka kirganda, proyeka qilganda обязательно kapotni ochib ko'rish kerak, urovni qanchaligini. Nega deganda buni siz uzasiz, shu uchun u ko'rsatmaydi. Bu tabiiy holat. Trakda kirganda, zajigani qo'yganda bitta check engine yonadi. Nimaga deganda u sensor uzilgan. Men sizga ko'rsataman. Mana. Zajigani yondiramiz. Ikkita check engine yoniq bo'ladi. Bu norma, tabiiy holat. Nega deganda sensorni biz uzgan. Uni sensorda almashtirgandan keyin joyiga qo'ysangiz agar hammasi uziladi. Hammaga rahmat.